Oliy toifali shifokor kardiorevmatolog Bahodir aka Sanjarov ayni paytda studiyamizda bo'lib turibdilar. Assalomu alaykum. Assalom. Kayfiyatlar yaxshimi? Rahmat, salomatmiz. Rahmat. Bilamiz vaqtingiz juda ham tig'iz, lekin shunday bo'lishiga qaramasdan aynan vaqtida, chunki mana hozir havo bulut, rostdan ham ko'pchilikda mana shu kasallik avj olgan, bo'g'im kasalliklari deymiz. Umuman olganda birinchi tavsiyalar va juda ham qiziqarli savollarimiz bor va ana shu mavzu atrofida suhbatlashamiz. Demak, aynan mana bugungi kunda yosh katta insonlarimizda bo'g'im kasalliklari bilan ko'plab holatlar yuzaga kelmoqda. Ayniqsa bu ob-havoga qarab bir o'zgarib ketadigan holatga o'xshaydi. Bunga ozgina tafsil berib ketsangiz, bu qanchalik haqiqatga yaqin? Haqiqatda mana avvalambor assalomu alaykum uzr. Hozir kunda shu bo'g'im kasalliklari juda avj olib bormoqda. Nima uchun? Bunga sabab ko'p. Birinchidan hayot tarzimiz. Hayot tarzimiz qanchalik yengil bo'lgan sari bizda harakat pasayib boryapti. Oldin biz piyoda yurardik, undan keyin avtobusda yuradigan bo'ldik. Hozir mashinada yuramiz. Har bir xonadonda deyarli har bir insonda hozir mashina bor. Demak, aylanib kelib kam harakatlikka olib kelyapti. Bo'g'im kasalliklarining eng asosiy sababi birinchi o'rinda kam harakatlik. Ikkinchi o'rinda bu maishiy texnikani uy sharoitida, maishiy jihozlarning, maishiy texnikaning ortib borishi. Oldin ayollarimiz qo'lda yurgan bo'lsa, hozir avtomatda. Unda ham kam harakat. Buni ahamiyati katta, buni juda katta ahamiyati bor. Va nihoyat eng asosiy sababi biz iste'mol qilayotgan oziq-ovqat mahsulotlarida. Ilgari deyarli 80-90% oziq-ovqat mahsulotlarimiz hammasi tabiiy bo'lgan. Tabiiy bo'lgan. Sut, qaymoq, go'sht mahsulotlari, biz iste'mol qilayotgan har xil qandolat mahsulotlari hammasi tabiiy bo'lgan. Afsuski, hozirgi kunda mahsulotning tan narxini arzonlashtirish uchun har xil turli sintetik moddalardan foydalanib kelmoqda. Sun'iy go'sht ham yaratildi, sun'iy go'sht ham yaratildi, sun'iy tuxum ham hattoki shunaqa. Buni asosiy mana shu sabablari shu. Bo'g'im kasalliklari bu butun fan hisoblanadi. Ya'ni bu meditsinada revmatologiya deb hisoblanadi. Bu revmatologiya fanida juda ko'p, bir 100 dan ortiq bo'g'im kasalliklari bor. Revmatizm, revmatoid poliartrit, podagra, koksaartroz kasalliklari, artroz, bu shunga o'xshagan kasalliklar juda ko'p mavjud. Lekin bu kasalliklarning asosiy manbai shu bo'g'imdagi kelib chiqadigan yallig'lanish. Yallig'lanish oqibatida, ya'ni artrit yotadi. Artrit bu bo'g'imdagi yallig'lanish. Uning biz sababini, kelib chiqishini qarab turib, biz uni davolash choralarini topamiz. Bo'g'im kasalliklarida ham hozirgi kunda mana innovatsion izlanishlar bo'lyapti, boshqa bo'lyapti. Biz yaqinda mana masalan hozir bir revmatologlar, travmatolog, ortopedlar bilan birgalikda Namanganda hozir SVF terapiyasini keng ko'lamda amalga oshiryapmiz. Ya'ni SVF, ya'ni bu stromal vaskulyar fraksiya deydi. Agar bo'g'imlarda, ayniqsa mana hozirgi kunda biz ko'p qo'llab kelyapmiz, tizza bo'g'imida, son chanoq bo'g'imidagi agar bo'g'imlarda yallig'lanish oqibatida kelib chiqadigan suyak yemirish bo'ladigan bo'lsa, SVF terapiyasi orqali, ya'ni stromal vaskulyar fraksiya terapiyasi orqali buni davolayapmiz. Bu nima bu? Bu odamni o'zidagi teri ostida joylashgan yog'ini ajratib olib, unga maxsus ishlov berilib, yog'ning ichida joylashgan o'zak hujayrasi bor. Tirik o'zak hujayrasini ajratib olamiz va uni maxsus usullar bilan bo'g'im ichiga jo'natamiz. Tushundingizmi? O'sha yallig'langan joyga kerakli modda yallig'langan joyga, tizza bo'g'imiga, son chanoq bo'g'imiga viloyatimizda va o'sha Toshkentda mana Akfamedlarda juda ko'p amalga oshirilyapti. Bu texnologiyani biz Germaniya texnologiyasi, bu Turkiya davlatidan biz o'rganib keldik. Afzal jihatlari qanaqa, masalan, an'anaviyga nisbatan? An'anaviga nisbatan. Mana hozir juda ko'p holatlarda koksaartroz kasalliklarida, gonoartroz kasalliklarida oxirgi davolash uslubi bu sun'iy bo'g'im qo'yish. Xuddi shunday. Shu bo'g'imni, sun'iy bo'g'im qo'yishni oldini olish maqsadida bemorga kam jarohat yetkazilmaydi. Ya'ni buni kichik invaziv operatsiya deydi. Ya'ni bemorga kichik jarohat yetkazuvchi operatsiya hisoblanadi. Demak, sun'iy bo'g'im qo'yishni ham oldini olinadi, ham o'shani o'rnida bemalol bajarib bera oladi. U o'zak hujayraning asosiy vazifasi bo'g'imi ichidagi yallig'langan joyga ta'sir qilib, bevosita ta'sir qiladi va u yerda regeneratsiya jarayoni, ya'ni bo'g'imni tog'ayi va suyakni qayta tiklanish jarayoni amalga oshadi. Insonni o'zini tabiiy holatiga qaytaradi. O'zini o'zi tiklash.
o'zini o'zi tiklash xususiyati bor. Bo'g'im o'zidan o'zi tiklanadi. Olimlar Bu albatta bu rahmat. narsa yemirish jarayoniga, albatta bemorning yoshiga va bu amaliyot o'tkazilgandan keyin bemorning hayot tarziga katta ahamiyati bor. Bu amaliyotni bajarilgandan keyin agar bemor og'ir yuk ko'taradigan bo'lsa, jismoniy kuchli mehnat qiladigan bo'lsa, amaliyot natija bermasligi mumkin. Shuning Bu ham uchun qancha biz- vaqt talab qiladimi? Albatta bu etapma-etap ketadigan amaliyot, bosqichma-bosqich ketadigan amaliyot hisoblanadi. Hozirgi kunga qadar 400 ta 500 ta bu amaliyot amalga oshirildi. Xudoga shukr, mana yaxshi natija beryapti. O'sha hamma etapdan chiqib ketgan bemorlar ham bormi? Albatta, bu to'g'risida biz o'zimizni mana YouTube kanallarimiz bor, Instagram kanallarimiz bor. Bemorlar o'zini o'sha pozitiv o'zlarini fikrlarini ijobiy bildirishyapti, fikrlarini juda yaxshi bo'lyapti. Muhim jarayonni aytdingiz. Nima yeyishimiz kerakligi haqida. Revmatologiya to'g'risida biz gapiryapmiz, demak bo'g'im kasalliklari. Men yuqorida aytib o'tdim. Biz oldin bilaylik, nima uchun bo'g'im kasallik kelib chiqyapti? Bo'g'im kasallik kelib chiqyapti. Bu revmatoidni poliartrit deylik yoki podagra. Bu revmatoidni poliartrit bu organizmda immunitet izdan chiqib ketyapti. Organizm immunitet izdan chiqib ketyapti, ya'ni bu autoimmun proses bo'ladi. Bu nima bu? Autoimmun proses o'zining immuniteti o'ziga qarshi kurashish. Bu qachon paydo bo'ladi? Organizm agar toksinlar ko'payib ketadigan bo'lsa. Toksin qachon ko'payib ketadi? Biz noto'g'ri ovqatlansak. Noto'g'ri ovqatlansak, har qanaqa ovqatni yeydigan bo'lsak, organizmda bizga quvvat emas, balki zahar paydo bo'ladi, toksin deydi, shu narsa. Endi bu toksinlarni yo'qotish uchun biz to'g'ri ovqatlanishimiz kerak va vitaminlarni iste'mol qilishimiz kerak. Men hozir mana o'zimga shablon sifatida yozib keldim, bu narsaga ozgina tayyorgarlik ko'rib, o'sha bo'g'im kasalliklarida nimalar mumkin va nimalar mumkin emas to'g'risida men sizga hozir qisqacha aytib beraman. Demak, mana bo'g'im og'riqlari va kasalliklarda qanday ovqatlanish ratsionni taklif etamiz. Ya'ni birinchisi, biz ovqatlanayotgan mahsulotda kalsiyga to'yingan mahsulot bo'lishi kerak. Va ikkinchisi, ko'p miqdorda meva sabzavotlarni iste'mol qilishimiz kerak. Chunki tarkibida vitamin bor, vitaminlar bu antioksidant, ya'ni toksinlarga qarshi kurashadigan modda hisoblanadi. Va navbatdagisi, biz ko'proq qaynatilgan va dimlangan mahsulot iste'mol qilishimiz kerak. Hayvon yog'ini kamaytirishimiz kerak. O'simlik yog'ini ko'paytirishimiz kerak. Umuman yemasin degan joyi yo'q. Kamaytirish me'yor bo'lishi kerak. Va qondagi pH, ya'ni pH degani bu kislota muhit normada neytral bo'ladi. Biz uni toksin ko'payib ketadigan bo'lsa, kislota muhitga o'tib ketadi. Uni ishqoriy muhitga o'tkazishimiz kerak. Unda vitaminlar bu narsani yordam beradi. Va kollaganga to'yingan mahsulot yeyishimiz kerak. Kollagen. Ayollarimiz juda yaxshi ko'radi kollagenni. Suyaklarni qaynatib, xolodeslarni. Sun'iy tabiiy kollagen ichamiz deydi. Yosharish uchun, terisi yosharish uchun, Masalan, siz ham ichsangiz kerak bu narsani. Buni tabiatdan olishimiz kerak. Ya'ni suyak sho'rva, ilik sho'rva, xolades, shunga o'xshagan mahsulotlar biz iste'mol qilishimiz kerak bo'ladi. O'simlik yog'ini degidrogenizatsiyalangan bo'lmasligi kerak. Bu tibbiyot tilida bu dog'lanmagan degan. Dog'lanmagan bo'lishi kerak. Dog'landimi bu asli yog' zaharga aylangan hisoblanadi. Tushundingizmi? Eng muhim o'sha dog'lama, ya degeneratsiyaga uchramagan yog' iste'mol qiladigan bo'lsa, bu bizga foydasi bor-da. Endi nimalar iste'mol qilish mumkin emas? Mumkin emas. Og'ir yog'lar, qazi-qarta. Ota-bobolarimizda gap bor, bilasizmi? Qazi 40 yillik dardni qo'zi degan gapi bekorga aytilmagan. Chunki ot go'shti tarkibida purinovaya kislota, ya'ni purin kislotasi degan modda bor. U bo'g'im og'riqlarini kuchaytiradi, suyak yemirishini kuchaytirib tashlaydi. Tushunarli. Tushundingizmi? Shu narsaga e'tibor berishimiz kerak. Hazm qilish qiyin bo'lgan ovqat yemasligimiz kerak. Oq un mahsulotlari mumkin emas. Ya'ni makaron, lapsha, fast food, oq bulochkalar mumkin emas. Shu narsa e'tibor. Keyin endi bu narsa biz O'zbekiston uchun aytish uyat, lekin aytish kerak. Alkogollik ichish mumkin emas. Alkogol emas, spirtli ichish mumkin emas. Va gazli ichimlik va energetik ichimliklar mumkin emas. Xo'p, yog', sut mahsulot mumkin emas. Sutning o'zi. Lekin sutdan tayyorlangan mahsulot, brinza, sir, tvorog tavsiya etamiz. Bo'g'im kasalliklari. Qaymoq. Dudlangan mahsulot, dudlangan har qanaqa mahsulot mumkin emas. Ya'ni dudlangan go'sht, dudlangan pishloq va dudlangan nima ham bor, sabzavotlar ham bor. Dudlangan baliq ham bor. Dudlangan baliq. Bular ham mumkin emas. Va o'ta nordon mevalar, limon. Chunki limonning kislota, bu limon kislotasi suyak yemirish xususiyati bor.
pomidor, baqlajon va achchiq qalampirlar va kofeni mukkasidan ko'p iste'mol qilish va qovurilgan ovqatlarni biz kamaytirishimiz kerak bo'ladi. Tushunarli. Tushunarli. Endi nimalar tavsiya qilaman? Tavsiya qilishimiz mumkin bo'lgan narsa meva sabzavotini ko'p iste'mol qilishimiz kerak, qora non iste'mol qilishimiz kerak bo'ladi va grek yong'og'i, avokado, O'zimizda bor yong'oq. nok, o'rik, har xil mana qulupnay deydi, mana malina, keyin brokoli, piyoz, qovoq va uning urug'i juda foyda. Bo'g'im kasalliklari uchun. Kabachki deymiz. Kabachki ham, u ham dimlangan holatda iste'mol qilsa kerak. Shuningdek, moshli ovqatlar tavsiya qilishimiz mumkin. Baliq mahsulotlari, men yuqorida aytdim, omega bor, vitamin D bor, buni tavsiya qilaman. Dudlanmagan bo'lsa bo'ldi. Dudlanmagan va qizil chichivitsa deydi. Ziravorlardan achchiq mumkin emas, lekin men hozir tarkibida quyidagi ziravorni aytib o'taman, shu narsani tavsiya qilsangiz foydasi bor. Ya'ni ziravorimiz tarkibida zanjabil, kurkuma, koriander, kumin, qora murch va sarimsoq piyozdan iborat bo'lgan ziravorni biz iste'mol qilsak, bo'g'im kasalligida juda katta foydasi bor. Juda zo'r ma'lumotlar berdingiz azizlar. Qalampir mumkin emas. Qora murch tavsiya qilinadi. Mana shu zanjabil, kurkuma, koriander, kumin, qora murch va sarimsoq piyozdan iborat bo'lgan ziravor. Albatta, bu juda ham muhim tavsiyalarni berdingiz. Buni hozir mana bugunoq Telegram sahifalarimizga, YouTube sahifalarimizga qo'yamiz. Chunki muhim tavsiyalar bo'ldi. Rahmat deymiz. Har bitta jumla kerak bo'lsa, salomatligimiz uchun juda ham ahamiyatli. Rahmat deymiz kelganingiz uchun. Salomat bo'ling. Eng muhim savollarga javob berdingiz. Bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Ilohim hech kim kasal bo'lmasin, yurtimizda hamma sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Faqat oldini olish bo'yicha, profilaktika bo'yicha sizga murojaat qilamiz. Albatta, albatta. Salomat bo'ling. Albatta. Azizlar, bizda ayni paytda reklama. Yana qaytamiz.